Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib deyishdi: "Ey Abul Qosim, o'rtamizdagi mol mulkni taqsimlamasdan bir-birimiz bilan qirpichoq bo'lib ketyapmiz. Sizlar musulmonlar to'g'ri so'zsizlar, omonatdorsizlar. Shuning uchun bir ishongan odamingizni bizga qo'shib bersangiz, u mollarimizni adolat bilan taqsimlab bersa." G'ayridinlar, nasroniylar kelib musulmonlardan bir adolatli kishini so'rayapti. Ya'ni ishonadi musulmonga, yolg'on gapirmasligiga, ishonadi musulmonga, adolatligiga, iffatligiga, rozgo'yligiga, hatto uni dushmani ham ishonyapti. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi." Kim haqiqiy musulmon? U shunday bir kishiki, musulmonlar uni qo'lidan ham, tilidan ham ozor ko'rmaydi. Val mu'minu man amina an-nasu ala dima'ihim va amwalihim. Mo'min kim? Mo'min shunday odamki, odamlar undan o'zlarining mollaridan ham, qonlaridan ham xotirjam bo'lishadi. E'tibor beringlar. Odamlarga sen ozor bermaysan emas, odamlar seni yomonlik qilishi mumkinligini xayoliga ham keltirmaydi. Mana shu odam mo'min. Mana shu odam musulmon.